Duplex kvartira so'ragan obunachilarimiz uchun 7 xonali uyimizning reklamasini qilib beramiz. 9 qavatli Novostroykaning birinchi va tsokolning qavatlarida joylashgan. Uyimizga kirishimiz bilan koridorimizda joylashgan, o'ng tomonda ayollarimiz yoqtirgan xona oshxonamizda joylashgan, uni yonida bo'lsa ota-onalar uchun yotoqxonamizda joylashgan. Bu xonamizning o'zining sanuzyuli bor. Uyimiz 166 kvadrat metrdan iborat. Uyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan. Bu yerda umumiy sanuzyulimiz joylashgan. Uni yonida bo'lsa har kuni oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan xonamizda joylashgan. Uyimizning devorlariga sifatli emulsiya ishlatilgan. Bu yerda bo'lsa bolalar uchun yotoqxonamizda joylashgan. Uyimizni ko'rib turganingizdek yashash uchun tayyor. Bu yerda katta mehmonlar uchun katta zalimizda joylashgan. Uyimizning hamma xonalariga sifatli romlar va sifatli eshiklar o'rnatilgan. Qani ketdik endi tsokolning qavatimizni ham ko'ramiz. Bu qavatga tushishimiz bilan chap tomonimizda ota-onalar uchun yotoqxonamizda joylashgan. Uni yonida bo'lsa o'g'il bolalar uchun yotoqxonamizda joylashgan. Uyimizning hamma romlariga xavfsizlik panjaralari o'rnatilgan. Bu xonamizning yonida bo'lsa qiz bolalar uchun yotoqxonamizda joylashgan. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat